onajon. Muborak bo'lsin mashinalar. Qanotimsiz dada. Hayotda men ishongan odamimsiz dada. Yolg'izim dada. Siz meni qanotimsiz dada. Va prosta 1 yil oldin otamga shu mashinani sovg'a qilganda rosa xursand bo'lganman. Hozir o'rtog'im o'zining ota-onasiga sovg'a qilganda undan ham xursand bo'ldim. Xudo xolasa Toshkentga yetib keldik. Sergeliga yaxshi niyat bilan Jobirxonga yangi mashina olamiz. Salondan to'lov qilganmiz. Xitoyga zakaz berilgan mashinamiz yetib keldi deb xabar berishdi. Hamma to'lovlar qilindi. Xudo xolasa hozir borib yaxshi niyatda mashinani qabul qilib olamiz. Hayajonli daqiqalar. Hasanboy aka, duolaringiz natijasi bo'ldi, xudo xolasa. Yashaydi, hammaga bo'lsin. Nasib buyursa, xudo xolasa bu boshlanish bo'lsin, bundan zo'rlarni olish nasib qilsin. O'zim olgandek xursand bo'ldim. Ota-onalariga yangi mashina sovg'a qildi. Mana hozir kelgan mashinani mo'ka qilib, polni xarakteristikasini tushuntirib topshirishmoqda. Akalar, orzuligicha qolmas ekan, harakat qilib Allohdan so'rab halol mehnat qilinsa, hammasiga birin-ketin erishilar ekan. Men juda ham xursandman. Bugun Sergelida Expo Centerda biz bugun o'rtog'imga, eng yaqin do'stimga Leapmotordan C16 eng fullini sotib oldik. Ancha oldin zakaz berilgan edi. Vaqt soati bilan mana olib kelib berishdi. Hozir mashinani qabul qilib olish jarayonidamiz. 1 yil oldin yaxshi niyat qilib, polni salonlarni aylanib, Xudoyim yetkazsin, biz ham shunaqa mashinalarda yurishni nasib qilsin deb niyat qilgan edik. O'sha kuni mashhur aktyor Shahram G'iyos bilan ko'rishib, rasmga tushib, juda xursand holatda ketganmiz. Mana Alloh niyatlarimiz xolis ekan, qisqa fursatda maqsadga erishtirdi. Bu boshlanishi bo'lsin, xayrli bo'lsin. Olgan mashinalar faqat yaxshilikka ishlasin. Bu xursandchilikka sizlar bilan bo'lishkim keldi. Hamma havas qilganlarga kamida shunaqasi nasib qilsin. Hozir mana otalari ham xursand duo qilishdi. Ota-onalarini olib uzoq safarlarda maza qilib aylanib, bular duolarni olib yurishlik nasib qilsin. Ilhomjon, mashina zo'rmi? Zo'r. Buyursa, juda xursandman sizcha. Siz mashina minib yurishingizni havas qilib qildikda. Yaxshi bo'ldi ana. Mana ota-onamizning xizmatlarini qildik, qo'ldan keyin xalq xizmati savob ishlarda bardavom bo'lib turibmiz. Mana Xudoyim yetkazdi. Sizlar duo qilsanglar, bundan ham zo'rini olamiz. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, baxtimizga. Mashaqangi chiroyli avtolarga ega bo'lib, ana shu to'ylarda duolar qilib yuraylik. O'tgan yil bunga biz erishdik, xudo xolasa. O'rtog'imga, do'stimga shu narsa nasib qildi. Jobirxon buyursa, qutlug' bo'lsin. Rahmat, sizlarga ham buyursin. Yaxshilikka xizmat qilsin, xayrli bo'lsin olgan mashinangiz. Taassurotlar qanaqa? Shu podpischilarga ham nasib qilsin. Ko'rib turgan tanish bilishlarga ham nasib qilsin. Qanaqa taassurotlar? Taassurotlar yaxshi. Qilingan mehnatlar hammasi chiqib ketdi. Bittada. Shunda chiqadi-da. Gap yo'q. Mehnatlar. Xursandman, sen uchun xursandman. Bu boshlanishi bo'lsin. 2010-yilda biz oilaviy bitta Moskvich mashinamiz bo'lganda, lekin o'shanda Allohdan so'raydim. Xudoyim, oilamizda 3 ta erkak kishimiz, xudo xolasa yetkazsang ayollargacha mashina olib berish nasib qilsin deb 2000 niyat xolis ekan, 2017-18-yilga kelib 5 ta 6 tagacha mashinam bo'lgan. Prosta nima demoqchiman? Niyat yaxshi qilish kerak ekan. Allohga oson ekan bunga erishish. Sol nasib qilgan bo'lsa hech narsa emas ekan buni olish. Bunga bitta chiroyli nomer mendan sovg'a bo'ladi. Chiroyli nomer taqamiz. Mashina nomida cho'tka qilib haydab yurishadi. Qaranglar, ruchkalari ham shu yoniga kelganda o'zi chiqadigandan ekan. Eng fulidan. Shohruh, xudo xolasa bundan zo'rni olib berasan dadangga. Yaxshi o'qigina. 3 ta o'g'li bor o'rtog'imdan, mana uchalasiga joy topildi orqada. Hasanboy aka, bilaman xursandsiz. O'g'lingiz yutuqqa erishdi. Ota-ona uchun eng baxt shu, katta baxt. Bundan ham yaxshi baxtlar bo'lsin. Yanada chiroyli hayot kechiraylik. Hammamiz doim xursand yashaylik, bir-birimizni xursandchiligimizga sherik bo'lib, O'zini qalbidagi gaplarni eshitaylikchi. Endi qalbimdagi gaplar nima desa bo'ladi? Haligi ustoz aytganlaridek yo yaxshi bo'ladi yoki yaxshilikka bo'ladi deydi-ku. Hozirgacha inshaalloh hamma ishlarimiz yaxshilikka bo'ldi. Endi menimcha bundan buyog'iga yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Hammaga yaxshi bo'lsin inshaalloh. Asosiysi niyat yaxshi. Niyat yaxshi. Hech kim yomonligimiz yo'q. Ha, shunaqa yutuqlarga erishganda yonida turishlik, hammaga o'rtoqlarning yonida turishlik nasib qilsin. Qaranglar, otaning xursandchiligi cheki yo'q. Yigitni yolg'iz do'sti faqat ota bo'lar ekan. Yiqilganda yonida u qanot bo'lib turar ekan. Har yigitni yolg'iz do'sti faqat ota bo'lar ekan. Yiqilganda yonida u qanot bo'lib turar ekan.
yaxshi niyat qilish kerak, harakat qilish kerak. Hech bo'lmaganda yutuqda bo'layotgan odamlarga havas ko'zi bilan qaralsa, shunaqa natijalarga erishish oson. Alloh beraman desa hech narsa emas. Bu kichkinagina bitta yutuq deb hisoblayman. Hali bu davomiy bo'lsin. Yaqinlarimizni yutuqli kunlarida yonida yurishlik nasib qilsin. Hammaga shunaqa xursandchilik kunlarini tilab qolaman. E'tibor uchun rahmat. Bu videoni harakat qilayotgan yoshlarga motivatsiya bo'lish uchun jo'natib qo'ysanglar bo'ladi.